Zangida katta ittifoq atrofidan uchastka so'ragan aka, 1,5 sotkalik xonadonimizni sotuvga chiqdi. Xohlasanglar podkroch, xohlasanglar korobka holatdagi mavjud. Endi sizlarga uyimizning ichkari qismidan ko'rsatib beraman. Kirganimizda bitta mashina uchun joy, bu yoq tarafimizda kichkina zelyonniy zona, bu yoq tarafimizda sanuzel qismimiz joylashgan, o'zingizlar ko'rib baho beringlar. Bu yoq tarafimizda bitta oshxonamiz qo'yib qo'yilgan, o'zingizlar ko'rib bitta baho berib qo'yinglar akalar. Ключ variantda qilingan xonadonimizdan sizlarga oshxonasini ko'rsatib o'taman. O'zingizlar ko'rib bitta baho berib qo'yinglar. O'zini ko'chaga qaragan oynalari bor, hamma qulayliklari bor. Bu yoq tarafimizdan podval selli qilib qo'yilgan. Bu yoq tarafimizda 3 ta spalnimiz joylashgan, bu yoq tarafimizda osh joylashgan. Akalar o'zingizlar ko'rib bitta baho berib qo'yinglar. Zalimiz ham katta qilib qo'yilgan, hamma qulayliklari bor. Mehmon kelsa shu yerda kutib o'tiraverasizlar akalar. Bu yoq tarafimizda spalnimiz joylashgan, 3 ta spalnimiz. Bu yog'imizda umumiy sanuzelimiz bo'ladi. Bu yoq tarafimizda spalni, o'zingizlar ko'rib bitta baho beringlar. O'zini ko'chaga qaragan oynalari bor. Bu yoq tarafimizda ham spalni, xohlasanglar взрослый, xohlasanglar детский variant foydalansanglar bo'ladi. Havo aylanish uchun ko'chaga qaragan oynalari bor. Bu yoq tarafimizda ham spalni, radiatorlarni hammasi qo'yib beriladi, hamma qulayliklari bor. Bu ko'rib o'tgan xonadonimizdan sizlarga 62 ming dollar deb baholaymiz. Pastda egalar nomerini qoldiramiz, o'zingizlar bog'lanib batafsil ma'lumot olsanglar bo'ladi. Lekin eng bitta plyusini aytib o'tmasam bo'lmaydi akalar. Bu yog'imizda spalnilarimiz joylashgan bo'lsa, bu yog'imizda zalimizda mehmon keladi, shu yerdan ketaveradi akalar. Bu imkoniyatni qo'ldan boy bermanglar. Narxini 62 ming dollar deb qo'yamiz. Pastda egalar nomerini qoldiramiz, o'zingizlar bog'lanib batafsil ma'lumotni tezroq olmasanglar bo'lmaydi akalar.